Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yana bizga Chang'a avtomobil kelgan. Benzini ko'rinishi. Benzindan gazolin hidi kelyapti. Endi mana bu Chang'a avtomobilini benzin asosi ichki ko'rinishi. İçki ko'rinishi mana sifatsiz benzinning ahvoli. Mana hurmatli obunachilar, ichida hozir bu zangmi, turpoqmi? Benzin quyish shoxobchalarini ko'rib tanlab olinglar. To'g'ri kelgan joydan benzin qo'yvermanglar, hurmatli haydovchilar. Yana nimaga tortmayapti degan savol shofirlar o'zini qiynaydi. Hozir endi biz bunga benzin partiyalarini almashtirib chiroyli qo'yib beramiz. Daryoda injektorlar tozalanyapti. Sifatsiz benzin quyishi oqibati. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha avvallam aytganimizdek Andijon va Namangan viloyatining o'rtasidagi sohaga kelaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yana bizga Chang'a avtomobil kelgan. Benzini ko'rinishi. Benzindan gazolin hidi kelyapti. Endi mana bu Chang'a avtomobilini benzin asosi ichki ko'rinishi. İchki ko'rinishi mana sifatsiz benzinning ahvoli. Mana hurmatli obunachilar,